Salom hurmatli dasturchilar, endigi darsimizda sizlar bilan sahifaning body qismini yaratishni ko'rib chiqamiz. Endi o'tgan darslarni bir eslab olamiz. Demak, o'tgan darsda biz HTML taglarining orasida head tagini ichida title tagi orqali bu mening sarlavham degan yozuvni mana shu sarlavhaga chiqargandik. Bu juda ham oddiy veb sahifa, eng oddiy, eng prostoy veb sahifa hisoblanadi. Buni body qismida hech narsa yo'q, demak hech narsa yo'q body qismli veb sahifa bo'lishi mumkin emas. Demak, mana shu body qismiga bu narsa turli xildagi matnlar yozishni ko'rib chiqamiz. Demak, bu matnlarni yozishimiz uchun bizga paragraf tagi yordam beradi. Avval biz body qismini yaratib olishimiz kerak. Demak, bizda head qismi bor, ko'rganingizdek sahifaning bosh qismi bor. Endi tana qismini yaratamiz. Bu tana qismi uchun bizga o'sha body tagi kerak bo'ladi. Buning uchun mana body tagi. Endi undan keyin ozroq joy tashiysiz hamda body tagini yopilish tagini yaratamiz. Buning uchun albatta backslash hamda body backslash hamda body orqali mana shu body tagini yopdik. Demak, mana shu body taglarining orasida keluvchi hamma narsa saytimizni mana shu asosiy qismida ko'rinadi. Buni demak body tagini ichiga qanaqangidir masalan matn yozishimiz uchun bizga paragraf tagi kerak bo'ladi. Paragraf tagi bu oddiy P harfi bilan belgilanadi. Hamda masalan qanaqa? Masalan salom explanation point, ana undan keyin men sahifaning tanasidaman. Ana undan keyin mana shu paragraf tagini yopishimiz kerak bo'ladi. Bu paragraf tagini yopish ham umumiy qoida bo'yicha slash belgisi orqali tagini nomini qayta yozish orqali yopiladi. Mana shu P taglarining orasiga kiritilgan hamma yozuv sahifamizda oddiy matn sifatida ko'rinadi. Hamda save orqali bu o'zgarishni sahifaga saqlaymiz hamda brauzerimizni ham bu refresh yangilashni bossak, mana salom men sahifaning tanasidaman degan yozuv bizni sahifamizga chiqarib berildi. Demak, bu oddiy paragraf tagi Bu oddiy paragraf tagini ishlatilishi edi. Ana undan keyin yana bitta yangi tagni ko'rib chiqishimiz kerak. Sizlar bilan bu tag header tagi hisoblanadi. Header bu o'zbekchasiga sarlavha degani, lekin bu headga yoki bu titlelarga aloqasi yo'q. Bu header sahifamizning tana qismining sarlavhasi hisoblanadi. Ya'ni mana shu tana qismining sarlavhasi hisoblanadi. Bu header tag masalan nimaga o'xshatishimiz mumkin? Buni masalan gazetalarda ko'rishimiz mumkin yoki kitoblarda birinchi betida katta harflar bilan qoraytirilgan yozuv bo'ladi. Bu sarlavha hisoblanadi, haqiqiy sarlavha. Mana shu sarlavhani yaratishimizda bizga header tagi yordam beradi. Header tagini yozishimiz uchun biz faqatgina bitta H belgisini yozib qo'ysak, mana header tagini 6 ta darajasi bor. H1, H1, H2, H3 va H6 gacha bo'lgan darajalari bor. Eng katta shriftda yozadigani bu H1, ya'ni header 1. H6 esa eng kichkina, endi o'ziga nisbatan eng kichkina bo'lgan, nima qilyapsan? Eng kichkina bo'lgan shriftda o'lchamdagi shrift hisoblanadi. Endi header tagi ham bu mana shu umumiy qoidalar bo'yicha header tagi ochilishi va header yopilish taglariga ega. Undan keyin mana shu taglarning orasiga yozilgan hamma narsa bizda sahifamizda katta harflar bilan yozib chiqarib ko'rsatiladi. Buni ichiga masalan sayt yaratish bo'yicha darslik degan yozuvni yozib qo'ysak, demak bu sahifamizda katta harflarda chiqarib berilishi kerak. Hamda saqlayib qilamiz, o'zgarishni saqlaymiz hamda sahifani obnovit, ya'ni refresh bilan bitta yangilasak, mana ko'rganingizdek juda ham katta shriftda sayt yaratish bo'yicha darslik degan H1, ya'ni header 1 standart shriftda ekranga yozuv chiqarib berildi. Demak, bu nafaqat katta, balki ko'rganingizdek qoraytirilgan ham hisoblanadi. Mana bu esa oddiy paragraf, ya'ni matn tagi hisoblansa, bunisi esa sarlavhalar uchun mo'ljallangan tag. Agar endi esingizda bo'lsa, bunaqa taglarning turidan bizda 6 ta bor degandik. Header 1 hamda header 2 dan tortib header 6 gacha. Keling endi mana shu header 2 qanaqa farq qilar ekan header 1 da. Mana shuni ko'rib chiqaylik. Tak, demak header 2
header ikki taglarining orasiga xuddi mana shu yozuvni Ctrl C hamda Ctrl P Ctrl V Ctrl V orqali qo'yishimiz mumkin hamda o'zgarishni saqlaymiz va saytdagi o'zgarishni obnovit qilsak mana bu endi header 2 H2 shrift bo'yicha yozilgan, demak H1 dan sal kichikroq bo'lgan yozuv turi hisoblanadi. Keling endi mana shu yerda H6 eng kichkinasi qanaqa ekan deb ko'rishimiz uchun mana shuni ko'chirib qo'ya olaylik. Ctrl S hamda Ctrl V emas. Demak H6 shrift hamda H6 shrift va o'zgarishni saqlaymiz. Hamda obnovit tugmasini bitta bossak mana. Demak mana eng kichkina shrifti bu hattoki paragraf shriftidan kichkina ekan. Lekin e'tibor bersangiz sal boshqacharoq, paragrafning standart shriftidan sal boshqacharoq hisoblanadi. Demak mana shu, demak 6 dan boshlab 1 gacha kichkinalashib ketaveradi, yoki kattalashib ketaveradi. Demak eng kattasi H1, eng kichkinasi esa H6 ekan. Bugungi darsimizga mana shular mo'ljallangandi, lekin juda ham oson, to'g'ri, juda ham oson hamda juda ham sodda bo'lishi mumkin, lekin bular asosiylar, ya'ni HTML hamda CSS ni bular asosiy eng bilishingiz kerak bo'lgan eng katta qismlari hisoblanadi. Mana shularni bilib olishingiz kerak. Juda sodda deb o'ylashingiz mumkin, chunki lekin soddadan sekin-sekin professionallik darajasigacha yetishimiz kerak bo'ladi. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, bugunga mana shular.